Do'stlar, mana siz ko'rib turgan bu bino Ivan Grozniyda barcha askarlarni massiviy mana shu tagiga ko'milgan bino hisoblanadi. Ya'ni bu xram, o'rislarda aytish bo'yicha xram deyiladi. Atrofi ko'l. Ko'lda o'rtasiga qurilgan. Bu ko'lda o'rtasiga qurilgan sababi bu yerda Ivan Grozniy Qozon shahrini bosib olish uchun juda katta urinishlar bilan mana shu Kremlni ko'rib turibsizlar. Bu Kremlda ololmagan. Kremlda atrofi ko'l bilan o'ralgan. Bu Qul Sharif masjidi. Ya'ni 2001-yili qurilgan. Bunisi Suyunbeki binosi. Atrofi baland devor bilan o'ralgan Kreml. Xullas, bu Kremlda Ivan Grozniy ololmaydi, kuchi bilan yengib ololmaydi, kirolmaydi, shaharga kirish olmaydi. Ular mana shu joylarga joylashadi. Bu siz ko'rib turgan qabr, ya'ni Ivan Grozniy. Grozniy degani vahshiy degani. Ivan 4-1552-yili Tataristonga kelib, xullas bu yerda musulmonlar, ya'ni turklarda avlodlari musulmon diniga mansub insonlar yashagan. Bu islom diniga qarshi kelib kurashib, hattoki mana shu yerda yashagan tatarlarni dindan chiqarib, ularni xristian diniga qilich bilan o'tkazgan. Dinda xristian dinini qabul qilmaganlarda qilich bilan kallasini chappa uzgan. Endi qaranglar, mana bu yerda yozyapti. Bu bino 20 metr, balandligi 20 metrdan iborat. 1918-yili ana shu revolyutsiyalar bo'lgandan keyin Lenin Rossiyani shohlarni o'ntirgandan keyin, ya'ni xudosizlikda bu nima qiladi? Xudosizlikda olg'a suradi. Ya'ni din yo'q, xudo yo'q deb odam maymundan paydo bo'lgan degan g'oyani ilgari suradi. Shu bilan 1918-yili bu zdaniya bekiladi, bu bino bekiladi, juda tashlandiq holatga keladi. Men birinchi kelganimda tashlandiq, bu yerda mana bu ko'priklar ham yo'q, uni oldiga o'tadigan. 2001-yili kelib, mana hozirgi kunda bu yana qayta restavratsiya qilib ta'mirlandi. Bu hozirgi kunda ya'ni davlat himoyasiga olingan. Ya'ni tarix uchun, insonlar uchun bir qanaqadir ibrat bo'ladi degan ma'noda muzey qilib qo'yilgan. Bu yerda mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, bu xristianlarning qanaqadir bir xram spasiteli, xullas qutqaruvchi degan narsalar bor. Men buni tushunmayman. Ya'ni bularda o'zlarining diniga mansub bir nimalari, so'zlari. Mana Nad Zaharoneniyam 1552-yil mana Nasipin qurgan deyapti. Mana shu yerga 1552-yili Ivan Grozniyning barcha o'lgan askarlari optim, ya'ni massiviy xraneniya deydi-yu, ommaviy juda ko'pni hammasini to'plab turib mana shu joyga ko'mib tashagan. Ya'ni ko'mib tashlab xaram qilib qo'ygan. Endi ularni bunday qilib aytganda qahramonlari-da. Yana shunaqangi nima yuradi? Afsona yuradi. Bular shaharda bosib ololmagandan keyin mana biz hozir bu ko'l muzlab qolgan, muzlagan holatda mana baliqchilar baliq ham tutib o'tiribdi. Mana bitta baliqchi. Ana bitta baliqchi. Mana shu ko'lni tagidan tunnel qazib kirib shaharga kirish olmaydi, darvozalarni ocha olmaydi. Devorlari yuqori baland bo'lgan. Xullas ular ko'lni tagidan tunnel kavlab turib, kechqurunda shaharning ichidan, ya'ni shu Kremlning ichidan chiqib, uni darvozasini ochib berishgan degan rivoyatlar bor. Hozirgi kunda mana shahar yangidan qurilyapti. Shaharning ko'lni bo'yidagi mana bu yangi shahar hisoblanadi. Mana bu yerlarga uylar qurilib yotibdi. Xullas shahar o'zi aslida tarixiy shahar hisoblanadi. Bu tatarlar bizni o'zbeklarga, turkiy xalqlarda o'zlariga qardosh, do'st xalq deb qabul qilishadi. O'rta Osiyo xalqlarini ham bular juda yaxshi qabul qiladi. Lekin Tatariston SSR davridan keyin SSR tarqalganda, ya'ni soyuz tashkil topgandan keyin nima bo'ladi? Tatariston ham Rossiyani tarkibiga qo'shib olinadi. Grozniy va Kafkaz, Chechnya, Tatariston, Ufa, Bashkirlar hammasi Rossiya tarkibiga qo'shib olinadi. Shu bu ruslarda ta'sir juda qattiq bo'ladi. Bularga ya'ni o'zlarining bosimi ostida, o'zlarining qonuni ostida yashashga bular majburlab keladi. Men demoqchimanki, Rossiyaga juda ko'p O'rta Osiyodan ishlar kelishyapti, ishlashyapti. Ularning munosabati asosan mana shu Ruslar tomonidan. 2 yil oldin Tataristonda ham
prezident bor edi. O'zini alohida o'zini respublikasini prezidenti bo'lgan. Ya'ni Rustam Minnixonov birinchi prezidenti Shaymiyev bo'lgan. Ruslar nima qildi? Rossiyada faqatgina bitta prezident bo'lishi kerak deb, hattoki Tataristondagi prezidentlikni ham olib tashladi. Nima deb qo'ydi? Ya'ni glava, rais deb nomlab qo'yishdi. Ya'ni hozir Tatariston prezidenti emas, Tatariston raisi deb ataladi. Bu ko'prik, mashinalar o'tadigan ko'prik. Yo'lda u beti Volga daryosi. Endi sizlarga men ozgina mana shu Tataristonni tarixi bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Bu yerda birinchi o'zi aslida 7-8 asrlarda turklar kelib bosib oladi. Ana shu paytlarda Volga daryosining bo'yida Bulgur shahri bo'lgan, birinchi ana shu joydan din tarqaladi. Ya'ni islom dini ana shu davrda, ya'ni 7-8 asrlarda turklar tomonidan kelib bosib olingandan keyin islom dini tarqaldi. Undan keyin 1438-yili Tatariston xonligi paydo bo'ladi. Ya'ni Ulug' Muhammad tomonidan Tatariston xoni boshqarib keladi xalqni. Undan keyin yana mo'g'ullar ham bosib oladi. Mo'g'ullar bostirib keladi, ana shu Bulgurga kelib turklarni yengadi. Ana undan keyin Ivan Grozniy bosib keladi bu yerga. Xullas Tatariston juda katta urushlarni ko'rgan. Bulgur to'g'risida men yana sizlarga video chiqarib ko'rsatganman. Ana shu Bulgurdagi masjidlarda buzilib, masjid toshlari xristianlarda, ya'ni Ivan Grozniy bosib olgandan keyin xristianlarda cherkovlarning fundamentlariga qo'yilganligi haqida videolarni men chiqarib ko'rsatganman. Xullas shunaqa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr.